PUBG Mobile'ni o'zidan tekinga sovrin yo'li kartasi olish xo'p. Buning uchun tadbirlar bo'limiga kirasizlar va bu yerda mana ish yuborishi tadbiri degan yozib qo'ygan. Shu yerga kelasizlar va mana shu menyuda mana yutuqli o'yinga kirish turib sariq knopkada shuni bosasizlar. Bosganingizdan keyin sizlarda xuddi shunaqa panel ochiladi. Endi qaranglar. Mana ko'rib turibsizlar. Bu yerga mana yuborish havolasi deb yozib qo'yibdi. Sizlar PUBG Mobile'da shu Narutoga oid qanaqadir video chiqarishingiz kerak. Editmi, farqi yo'q. Narutoga oid chiqarasizlar va mana bu tepada turibdi. Panjara PUBG X Naruto o'sha hashtagdan foydalanishingiz kerak. O'sha video qo'yganingizdan keyin pastiga o'sha hashtagni yozasizlar va videoni qo'yasizlar, farqi yo'q. Instagram, TikTok, YouTube keyin o'sha videoni silkasini olib turib, mana yuborish havolasi degan joyga o'sha silkani yozasizlar va pastiga mana shu 923 JTX parolni yozasizlar, yuborish knopkasini bosasizlar. Xo'sh, mana bu yerda ish yuborish tarixi turibdi. Siz yuborgan shu silkalarni mana bu yerda ko'rib chiqadi. Agarda omadinglar kelib qolsa, mana opshi $20,000 ajratilgan va bitta sovrin yo'li kartasini sizlar tekinga qo'lga kiritsanglar bo'ladi. Mana bu yerda 10 tomonda ko'rishingiz mumkin. O'sha mana Raya, Zuha shunaqa odamlar, bir 10 tacha odam sovrin yo'li kartasini o'sha tekinga qo'lga kiritgan. Men o'ylayman sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Mabodo tushunmagan bo'lsanglar, videoni boshqatdan ko'rsanglar, tushunib olasizlar. Savollar bo'lsa bemalol yozib qoldirasizlar.